Mana shunaqa bo'yinni bir marta qirsillatishdi butun umr nogiron bo'lib qolishingiz mumkin. Mana yaqinda bo'lgan voqea 28 yoshli Ketli Jensen belidagi og'riq sababli xiropraktikka borgan. Uni bo'ynini keskin burab, qirsillatishgandan keyin ahvoli birdaniga og'irlashib qolgan. Shifoxonada bo'ynidagi 4 ta arteriya disseksiyasi, ya'ni tomirlari devori yirtilib ketgani aniqlangan. Natijada insult, yurak to'xtashi va falajlik, u tirik qoldi, lekin oddiy hayotga qaytish uchun juda ko'p reabilitatsiya qilishga majbur bo'ldi. Endi shunaqa kastapraf massajistlarga savol: bo'yinni bunaqa qirsillatish nimadan davolaydi? Umurtqa joyidan chiqib, qirsillatgandan keyin qaytib joyiga tushmaydi. Bu manipulyatsiya amalda hech narsa bermaydi. Faqat mijozga qarsillagan ovozni eshittirib va sizni umurtqangiz joyiga soldim deb ko'proq pul olish uchunmi? Bo'yinni tez va keskin burib bo'lmaydi. Agar og'riq bo'lsa, avval sababini aniqlash kerak. Mushak, bo'g'im, disk yoki yallig'lanishmi, qirsillash davo natijasi emas. Shunaqa faqat foydali kontentlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun hoziroq obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing, saqlab qo'ying, yaqinlaringizga yuboring, shunaqa foydali kontentni qo'llab-quvvatlang.